Oliy Majlis Senatining 7-yalpi majlisida O'zbekiston Respublikasining ustuvor xalqaro reyting va indekslardagi o'rni yaxshilanish to'g'risidagi milliy ma'ruza ko'rib chiqildi. Ma'ruzada ta'kidlanishicha, 2024-yilda mamlakat uchun ustuvor deb belgilangan 20 ta xalqaro reyting va indekslardan 10 tasida O'zbekistonning ko'rsatkichlari yaxshilandi. Ikkitasida holat o'zgarmasdan qoldi. Ikkitasi bo'yicha esa natijalar hali e'lon qilinmagan. Masalan, ayollar biznes va qonun indeksida 48-pog'onaga sakrash hisobiga 190 mamlakat ichida 91-o'rin, 82,5 ball ko'rsatkich qayd etildi. So'zga chiqqanlar bunday ko'rsatkich gender tengligi, ayollar huquqlari va imkoniyatlarini ta'minlash borasida amalga oshirilgan keng qamrovli islohotlarning natijasi ekanligini ta'kidlashdi. Aftidan O'zbekiston hukumati reyting yaxshilash kasalligiga uchragan ko'rinadi. Uning bor yo'q tashvishi reytingdagi o'rinni yaxshilash bo'lib qolgani ortidan musulmon xalqimiz aziyat chekyapti. Chunki bu reytinglarni musulmonlar tub manfaatlariga umuman aloqasi yo'q. Qaytanga ular bu manfaatlarga tamoman zid keladi. Birgina xabarda keltirilgan ayollar biznes va qonun indeksini olaylik. U muslima ayollariga g'arb dunyoqarashi va turmush tarzini majburan tiqishtirishni taqozo qiladi. Buning oqibatida jamiyatimizda buzuqlikning keng tarqalishi, oilaviy xotirjamlikka putur yetishi kabi illatlarga botib qolamiz. Bundan boshqacha indekslarga yengil nazar solinsa ham shunday xulosaga kelish mumkin. Biroq o'zbek rejimi g'arbning zaharli investitsiya va yordamlarini olish uchun reytingbozlikka mukkasidan ketib qoldi. Mazkur reytinglarda o'rinni yaxshilashdan yurtimizga kelayotgan ulkan zararlarga ko'z yumayapti. Aslida har qanday sohada taraqqiy etish, yuksalish uchun bunday bema'ni reytinglarda o'rin olishga urinish emas, demokratik tuzumdan voz kechib, uning o'rniga islom nizomini tatbiq qilish talab qilinadi. Agar o'zbek rejimi uchun odamlar manfaati, yurtimiz kelajagi muhim bo'lganida edi, albatta buni islom tatbiqisiz amalga oshirib bo'lmasligini tushunib yetgan bo'lardi.